O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rdirmoqchi bo'lganlar через WhatsApp orqali aloqaga chiqasizlar. Energiya admin uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartamga savolim. Aqlingizdagi kishi nimaga bor bo'lsa bor, yo'q bo'lsa yo'q bo'lmayapti отношениyalar. Yana qaytaraman, aqlingizdagi kishi bilan отношениyalar nimaga bo'lsa bo'lmayapti, tugasa tugamayapti. Qani ketdik, butun fokus hech narsa yetishili shart emas. Faqat aqlinglar, xayolinglarga u kesib kulishi, hidi, hamma narsasi ko'z oldinglarga keltiringlar. Yo'g'ini menga qo'yib beringlar. Xo'p, qani ketdik. O'rtoqlar, общий расклад bo'lgani uchun kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Поэтому личный расклад deyman. Kim ko'rdirmoqchi bo'lsa, личный расклад WhatsAppdan aloqaga chiqamiz. Xo'p, ketdik. Qisqa bo'lindi. Nimaga bo'lsa bo'lmayapti, tugasa tugay qolmayapti. O'rtoqlar. Xo'p, demak, отношениyalarda rostdan ham na uyoli, na buyoli 50-50 bo'lib turibdi. Lekin bu yerda siz ham ko'p o'ylayapsiz, bola ham ko'p o'ylanayotgan ekan. Ya'ni bola aqlingizdagi inson ham befarq emas ekan. Inogda ikkalanglarni boshinglar ham og'rib turyapti. Og'rirkan. Sizlardan yaxshi oila chiqadi. Sizlarning oxiringlar bormi? Bor. Sizlarning oxiringlar bor. Lekin hozir ozgina отношениyalar na uyoli, na buyoli bo'lib turgan ekan. Ba'zida siz bo'ldi, hamma narsani tugataman, men charchadim уже kurashdan yoki charchadim уже kutishdan deyotgan ekansiz. Qanaqadir даже shu отношения orqali ham qanaqadir kasallik o'zingizga orttiryapsiz. Yo bosh og'rig'i yoki yurak og'rig'imi. Endi yog'ini o'zingiz kommentariyaga yozsangiz, men xursand bo'lardim. Xo'p, bolamiz qaqqadir ketmoqchimi, qanaqadir safarga yoki qaqqadir ishlagani bormoqchimi bolamiz? O'rtoqlar, kommentariyaga yozinglar, aktiv bo'linglar. Men bekordan bekor so'ramayapman. Agar shunaqa bir safarga ketadigan bo'lsa, bolamiz qaytib kelmaydi. Yoki qaysidir davlatga ishlagani ketmoqchi bo'lsa, shunaqa plani bo'lsa, qaytib kelmaydi bolamiz. Ya'ni aqlingizdagi inson. Shuning uchun kim meni ko'rayotgan bo'lsa, aqlingizdagi insoningizni yubormang. Agar sizga gapingizga kirmaydigan bo'lib ketsa, bo'ldi, sizlarni mana bu oila chiroyli kartinka tugaydi, bo'lmaydi. Agar qo'lingizdan kelib qolsa, yubormanglar va jo'natmanglar hech qayerga. O'rtoqlar, sog' bo'lamiz, sog'.